do'stimiz bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va biz va siz uchun qiziqarli lavha tayyorlaganlar. Hozir shuni barchamiz birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Bu Muhammad Sajid, u o'zbek tilida 100% so'zlasha oladigan va o'zbek tilida kontent tayyorlaydigan birinchi hindistonlik bloger. Uni Instagramda ko'pchilik do'ppili hind taxallusi bilan taniydi. Hello, namaste. O'zbekiston mera दूसरा घर है. Avvalambor bizni ko'rib turgan hamma muxlislarga assalomu alaykum. O'zbekiston mening ikkinchi uyim. Yaxshimi? Zo'r. Kech qolmadimi? Muhammad Sajid hind, urdu, ingliz, arab va o'zbek jami 5 ta tilda so'zlasha oladi, lekin o'zbek tili uning qalbiga eng yaqini. U o'zbek adabiy tili muxlisi. Shu bois sof o'zbek tili leksikasini o'rganish uchun Farg'ona davlat universitetiga hujjat topshirganini aytdi. Boshlang'ich ta'lim Jamia Milliya Islomiy Markaziy universitetida sertifikat kurs olganman. Undan keyin Javohirlal Nehru universitetida diploma kurs olganman. Hindistonda demak o'zbek tilini o'rgatishadi. Yaxshi o'rgatishadimi? Albatta, yaxshi o'rgatishadi. Professorlar hozirdan emas, 2004 beri Jamia Milliya universitet 23-yildan beri Javohirlal Nehru universitetida o'zbek tili uchun alohida kafedra, xonalar, o'quv xonalari bor. O'zbek tilini baribir dunyo bo'ylab aynan Hindistonda rivojlantirish maqsadida O'zbekistonga kelganman. Chunki kelajakda men ham Hindistonda professorlik bo'lib, xizmat o'zbek tilini rivojlanish uchun xizmat ko'rsatmoqchiman. O'zbek tilida dars bermoqchisiz. O'zbek tilidan, urdu tilidan mutaxassisman. Urdu tili taxminan bir xil Hindistonda. Gapirish jarayonida bir xil bo'ladi. Shunda Hindistonning talabalar ko'p so'zlar oldin bilishadi, lekin agar ingliz tili orqali tushuntirib beraman, qiynalib turadi. Agar hind tili, urdu tili orqali tushuntirib bersam, tezroq miyada jamlab turadi. Shunaqa yangi metodika bilan ularga dars o'tib, sekin-sekin qo'llanmani tayyor qiladi. Muhammad Sajidni bloger sifatida taniydiganlar ko'p. U o'zbekistonlik bemorlarga Hindistonda davolanish uchun yo'l-yo'riq ko'rsatib keladi. Hamrohlik qilish, onlayn viza olish va tarjimonlik xizmatlarini taklif etadi. Do'stimiz Hindistondagi Apollo, Max Healthcare, Fortis kabi klinikalar bilan shartnoma asosida ish olib borar ekan. Bizning xizmatlar mutlaqo bepul bo'ladi. Yordamlar ko'p, aeroportda kutib olish bo'lsa ham yoki mehmonxonaga joylashtirish kerak bo'lsa ham, konsultatsiya o'tkazadigan narsalar bizning tarjimonlik xizmat. Yana har bir joyda kun bo'lsa ham, tun bo'lsa ham farqi yo'q. 24 soat ular uchun yordam berishga tayyor bo'lamiz. Bemorlar ko'p. Bir marta bitta video bo'lib 1 million kosmonavtlar kuzatuvchilar bo'lgan. Har kuni 500 dan ortiq ham telefon qiladiganlar bo'lgan. Faqat ertalardan kechgacha shu yerda bo'lib hammalarga yordam bergan bo'lgan. Muhammad Sajid bo'sh paytida Farg'onani kashf etishni yoqtiradi. Bozorlar, bog'lar, festivallarga tashrif buyurib, milliy urf-odat va an'analarimizni o'rganadi. Yo'l-yo'lakay Instagramdagi blogi uchun kontent ham tayyorlab ketadi. Farg'ona, Vodiy, Andijon, O'zbekistonni maktabda o'qiydigan bolajonlardan ham bilishadi. Hindistonda. Chunki maktabda Zahiruddin Muhammad Babur haqida tarixlar bor. Maktabning dasturlarida. U eng qiziqarli narsa. Men ham, ya'ni ko'pchilik bolajonlar ham bilib oladi. Farg'onaning tumanlariga ko'p bo'lib keldim. Farg'onaning bitta tumani bor, O'zbekiston tumani. O'zbekiston tumanida hammalariga alohida bog'lar bor. Meva, o'rik bo'lsa, shaftola bo'lsa, yana turlari ham ko'p, juda mazali ekan. Qovun uchun Atashliq tumanida besarang joyga borib keldim. Har yilida qovun festival o'tkaziladi shu yerda. U ham juda ham qiziqarli. Yana eng bitta tarixiy narsa, Zahiruddin Muhammad Babur Mirzo Hindistonda borib o'zini yurtining qovunini sog'ingan ekan. Men ham bilib juda ham hayron qolganman. Shu yerda besaranga borib qovunni tatib ko'rib, nimaga Zahiruddin Muhammad Babur ham sog'ingan, u sababni bilib oldim. O'zim guvoh bo'ldim. Muhammad Sajid O'zbekistonni ikkinchi uyim deb ta'riflaydi. U o'qishni tamomlaganidan keyin ham shu yerga tez-tez kelib turishini aytdi. Uning maqsadi o'zbek tilini Hindistonda ommalashtirish. Shu kunlarda o'zbek tili dunyo bo'ylab rivojlanmoqda. Men ham o'zbek tilini rivojlantirish uchun hissa qo'shmoqchiman. O'zbekistonning prezidenti agar Hindistonga tashrif buyursa, ministrlar vazirligiga tashrif buyursa, u bizlar uchun ham juda ham faxrlanadigan narsa bo'ladi. Men o'zim ularga tarjimonlik qilib xohlaman. Hamma narsa prezidentimiz orqali xalqaro talabalar uchun yaratilgan O'zbekistonda. Shunda men chin dildan prezidentimizni ham minnatdorchilik bildiraman. Behzod Hoji Xo'jayev, Asadulla Zikraliyev, Kamron Fayziyev O'zbekiston vaqti bilan dastur uchun maxsus tayyorlandi.